qanaqa qilib oson ko'tarilish haqida bugungi inshaalloh o'qish rubrikasida gaplashamiz, o'rganamiz. Oson ko'tarilish haqida. Bu inshoni o'qib beryapman hozir. To'g'ridan to'g'ri fikrlar bo'lsa bildirib ketamiz, sharh berib ketamiz. Bu insho parallel muhit yopiq Telegram kanalidan olinyapti. Kommentariyaga yozsanglar, men sizlarga bot tashlab beraman. Bu kanalga kirish uchun bot orqali kiriladi. Azizaki Rahimov kanallari bilmaganlar uchun insholarni o'qiyotganda o'qib beryapman. Albatta ulardan Telegramlardan, lichkalaridan ruxsat olib o'qib beryapman. Manbani ko'rsatib ketishga harakat qilyapman. Albatta eslatib o'tinglar, ssilkasini tashlab beraman. Hozircha men описание qo'yolmayman. Chunki obunachilarim soni kamligiga bo'lsa kerak taxminimcha. Bugun ishlash haqida, paxat qilish haqida gaplashamiz do'stlar. Deb boshladilar bu inshoni. Insho uchun mavzu tanlar ekanman. Qaysi birini yozish ikkilantiradi? Shu payt o'zimga savol beraman. Qaysi ma'lumotni bilmaganimga afsuslanaman, nimani vaqtliroq bilmaganimga hayotim osonroq bo'lardi. Bu galgi javob ishlash haqida bo'ladi. Ishlarni zo'r bajarish uchun nima qilish kerak, nima qilsak zo'r natijalar chiqish boshlaydi. Ish beruvchilarning taxminan yarmi katta kompaniyalar, katta ehtimol bilan kuzatuvchilarimizning yarmi ham korporatsiyalarda ishlayapti yoki endi ishga boshlaydi. Davlat ishxonalari ham bir korporatsiya. Shu sababli bugun katta ishxonada zo'r ishlash haqida gaplashamiz. Kichik jamoa va kichik biznes mavzusi boshqa safarga qolib tursin. Bugun katta maqsadlar haqida gaplashamiz do'stlar. Shuning uchun o'tirib olinglar, video sifatiga e'tibor bermaysizlar, ovoziga ahamiyat beringlar. Ya'ni ma'lumotga ahamiyat beringlar. Chunki qimmatli ma'lumotlar beriladi bu yerda. Kaminaga katta ishxonalardan ishlash nasib qilmagan, unda ham yaxshiroq tajriba, katta ishxona qurish tajribasi boshimdan o'tgan, adashmasam oxirgi nuqtada 250+ odam bilan ishlashga to'g'ri kelgandi. O'sha payti boshimdan o'tgan ba'zi epizodlar bilan bo'lishaman. Ba'zan xodimlarning noutbuklari nazorat qilish kerak bo'lardi. Xuddi ota-onalar bolalarni nazorat qilgani kabi ish paytida serial ustida ushlash ba'zilarga uyat emasdi. Ushlanish, serial ko'rib o'tirgan ushlab olish. Bizga ishlaydiganlarimiz orasida men taniydiganlar bo'lardi. Men esa ularni tanimay qolardim. Orada yangi odamlar qo'shilardi, haftalar o'tib tanishardik. Bo'shashni so'rashsa, yalinib qolishga tayyor kadrlarimiz 20% ham chiqmasdi. Mutaxassis yetishmas edi, undan ham ko'proq samarali boshqaruvchilar yetishmasdi. Hozir qanaqa ahvol? Menimcha hozir ham yetishmayapti. Bu insho 1 yil oldin chiqqan. Bu tajribamdan ba'zi xulosalar chiqarganman. Xulosalarni keyin kitoblardan tasdiqlab ham olganman. Katta kompaniyalarda ko'pchilik ish vaqtining yarmini miqdoricha ham ishlamaydi. Bu yerda rasmda statistika berib o'tilgan. Ortib qolgan 5 soat qayerga ketadi deysiz. Ya'ni 5 soat ortib qoladi meni. Tushundinglar-ku. Bundan tashqari aksar xodimlar kompaniyaning maqsadi nima ekanligini bilmaydi. Kasbini rivojlantirmaydi, ishini chala qiladi va qutulib ketishga umid qiladi. Yuqoridagi gaplashganlarimiz shuni ko'rsatyaptiki, to'liq ishlab ishlarimizni zo'r qilishni boshlasak, aniq e'tiborga tushamiz. Ko'tarilishimiz osonlashadi, daromadimiz ko'payadi. Bu borada ba'zi e'tirozlar kelib qolishi mumkin. Men kompaniyada zo'r ishlaganim bilan ishimni qadriga yetishmaydi, maqtashmaydi, oyligimni ko'tarishmaydi. Zo'r ishlash bizda oxirgi daraja. Avvalo rahbarini hurmat qilmasangiz, havas qilmasangiz, unday joyda ishlamaslikni maslahat beraman. Rahbaringizni, o'zingizni rahbaringiz, ya'ni eng pikli rahbar haqida gap ketmayapti. Har bir bo'limma rahbari bo'ladi, shu bo'limni o'zingizni rahbari haqida gap ketyapti. Undan tashqari eng yomon joyda ishlayotganda ham ishni zo'r bajarish kerak. Bunga ikkita sabab bor. Birinchisi, ishni zo'r qilish ishxonadan ko'ra sizga ko'proq kerak bo'ladi. Nomiga ishlashni hamma biladi. Samarador ishlash uchun esa diqqat bilan uzoq ishlash zarur.
quntni rivojlangan odam keyin hamma narsaga shu yo'l bilan erishib ketaveradi. Ilmiy ish qila oladi, blog yurg'izadi, biznesini o'stiradi. Bola tarbiyasida qiynalmaydi. Ikkinchisi, ishingizni qadriga yetadigan joyga o'tib qolsangiz, qunt rivojlanmagan bo'lsa, endi nima qilasiz? Shayximiz Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf tinmay kitob yozardilar. Chiqarishga ruxsat yo'q-ku, nima qilasiz yozib deyishardi. Yozaveraylikchi, ruxsat berilganida chiqarib yuboraveramiz derdilar. O'tib ketganlariga yillar bo'ldi, yangi kitoblar hali ham chiqib kelyapti. O'zimda ham aynan shunday 2 yigit ishlaganda, rahbari tushunmaydigan odam bo'lsa ham ular o'z ishlarini zo'r qilishda davom etaverishdi. Qaysidir payt chiqisha olmay biznes jamoaga kelishdi, o'zlari va bizni ham rivojlantirishdi. Hozir ikkalovi ham mustaqil loyihalar boshqarishyapti. Boshqaruvchi sifatida va boshqaruvchi do'stlarimizni tanigan holda itaman, ko'taraman degan holatlarda arziydigan kadrlar doim yetishmaydi. Hozirgi ishini zo'r qila olmayotganga hech kim keyingi ishini topshirishni o'ylab ko'rmaydi. Xo'p, nega zo'r ishlashimiz kerakligini bildik. Qanday qilib zo'r ishlash haqida gaplashaylik endi. Hozir o'ta sodda, lekin hech kim gapirmaydigan maslahat keladi. Do'stlar, tayyorlanib turing. Videoni ovozini ko'taring. Naushnik taqing. Diqqat qiling. Ishlarni zo'r qilish uchun ularni maydalash kerak. Keyin har bir qismini zo'r qilishga harakat qilish kerak bo'ladi. Ish saytlarini tekshirib chiqdim. Zo'r sotuvchilarga 10 million so'mdan ko'proq taklif qilishyapti. Zo'r sotish nima degani? Nima sotayotganingizni bilish plus mijoz nima xohlayotganini bilish degani. Telefon sotmoqchimisiz? Batareyasi qancha yetishi oson, qiyin qirilishi, kamerasi sifati boshqa telefonlardan farqlari shu holida necha yil xizmat qilishini bilish, nima sotayotganini bilish hisoblanadi. Mijoz nima xohlayotganini bilish esa oluvchining muammosiga rostdan qiziqish orqali hal bo'ladi. Yozilganda oson ko'rinadi, shu oson ish ham ko'pchilik qilmaydi. O'rtoqlarimning asosiy telefon maslahatchisi edim. Shu sababli Malika bozoriga ko'p tushganman. Nima sotayotganini biladigan sotuvchilar 10% ham chiqmasdi. Internetdan 10 daqiqa ko'rib olgan ma'lumotim bilan sotuvchilardan ko'p narsa bilishim ko'rinib qolardi. Orada bir olayotgan narsamizni kuchli va kuchsiz tarafini tushuntirib beradiganlar chiqib qolardi. Ularning doimiy mijozi bo'lib qolardik. Dasturlashni o'qiganimda ham xuddi shunday qilgandim. Qismlarga bo'lib qarasam, birinchi ish klaviaturaga qaramasdan tez yozish ekan. Vaqt sarf shunday zo'r bo'lib oldim. Mana hozir insho yozishimda ham ancha yordam beryapti. Qolganida zo'r bo'lish nasib qilmadi. Pandemiya tugab qoldi. Dars berish uchun diqqatni qaratish, materiallarni yaxshi tushunish, sodda misollar keltirish, o'quvchilarni yaxshi tanish ishining 80% hisoblanadi. Har birini yaxshilasa, o'qitish yaxshilanadi. Diqqatni qaratish o'quvchilar hayotiga yaqin narsani hikoya, story qilish degani. Hayotiy hikoyalar zo'r ishlaydi. Eng usta o'qituvchilar Feynman tan tortib to David Malenga qarang. Darslarini qiziq bir voqea yoki hazil bilan boshlashadi. Boshqarish esa vazifalar berish olish boshqarish misolida, boshqaruvchi bo'lish misolida vazifalar berish, olish, trening, majlis, motivatsiya o'stirishga o'xshash ishlardan iborat. Har birini maydalab chiqsangiz yana bo'linib ketadi. Zo'r vazifa berish nima degani? Nima qilish kerakligi, nega qilish kerakligi, tugash muddati qachonligi, tugamasa nima bo'lishini belgilab berish degani. Ishlarni o'ziga qarasangiz fokusi yo'qolgan kameraga o'xshaydi. Qarab to'yinli narsa tushunmaysiz.
tayinli narsa tushunmaysiz, maydalashishni boshlasangiz rasm tiniqlashadi. Har bir ishni shunday bilib chiqsa, chiroyli bitta daraxt hosil bo'ladi. Har birida zo'r bo'lishiga 2dan 7 kun sarflasa, oylar o'tib ishimizni zo'r qilayotganimizga guvoh bo'lamiz. Nima ish qilayotgan bo'lsak ham uni komponentlar, tarkibiy qismlarga bo'lib chiqsa bo'ladi. O'zingiz qila olmasangiz yordam olsangiz bo'ladi. Ishlarni birinchi martalarda qilayotganimizda o'zgarayotgan bo'lamiz. O'rganish albatta qiziq bo'ladi. Mixail Csikszentmihalyining flow tushunchasiga ko'ra ham oqimda bo'lish uchun oxirigacha eplolmaydigan ishlarimizni qilayotgan bo'lishimiz kerak. Eplolmaydigan bo'lsa kerak bo'pti. Oxirigacha oqimda bo'lishimiz uchun oxirigacha eplolmaydigan ishlarimizni qilayotgan bo'lishimiz kerak. Talabalik paytimda jarrohlik jarayoniga kirgan edik. Jarrohlar yurakda amaliyot qilayotganiga qaramasdan o'zlarini bemalol tutishardi. Mana siz velosiped uchayotganda o'zingizni qanday tutasiz? Telefon ishlatish, gaplashish, bitta qo'lda boshqarish, atrofni tomosha qilish bemalol eplaysiz. O'sha usta jarrohlar ham shunday operatsiya vaqtida kechagi kunlarini gaplashib turishgandi. O'sha payt hayron bo'lgandim. Hozir tushunyapman, har qanday mohirlikka olib chiqilgan ko'nikma avtomatik bajariladi. O'zi ana shu avtomatik bajarish mutaxassislik deyiladi. Tish shifokoringiz yoki telefon ustangiz YouTube darslik ochib ishingizni qilayotganini ko'rsangiz, tabriklayman, mutaxassisga emas, shogirdga uchrabsiz. Usta bo'lib ketgan ishlaringizni avtomatik bajarishni boshlaysiz. Shu paytda muammo paydo bo'ladi. Takrorlanuvchi ishlar zerikarli. Zerikarli ishlarni zo'r bajarish muammo emas. Ular oson axir. Zerikarli ishlarni odatda oxirigacha bajarish qiyin. Bu holatda qo'llaydigan usulim shunday. Zerikarli ishni bo'limlarga bo'lib olamiz. 20 ta odamga qo'ng'iroq, 15 bit hisobot, 2 ta katakchani to'ldirish. Hisobotni ko'rinadigan qilish uchun kichkina buyum olamiz. Tish kovlagich yoki skripka, tugma yoki yana nimadir shunga o'xshagan. Har bir bo'lim tugaganini bir donasini olib, o'ng tarafdan chap tarafimizga o'tkazib qo'yamiz. Zeigarnik effekt bizni tugatib qo'yishga undab turadi. Stolimdagi rasm bilan bo'lishaman. Mana rasm bor. O'ta mayda ishlarni shunaqa bo'lib qo'yasiz. Shunga o'xshab maydalab qilasiz. O'ta zerikarli ishlarni, mayda ishlarni. Bu Zeigarnik effekt. Boshlangan ishni tugatib qo'yish xohlash hissi. Effekt kuchli bo'lishi uchun ishning chala qolganini shundoqqina ko'rinib turishi kerak. Mayda buyumlar bunda katta yordam beradi. Mana shu joyda birinchi qismni tugatamiz. Ertaga shu joydan yana o'qishni davom ettiramiz.